avgust oyida pensiya indeksatsiyasi bo'ladi. Pensiyalar oshadi degan xabarni eshitgan odam birinchi navbatda bitta savolni beradi. Mening pensiyam ham oshadimi yoki yo'qmi? Bugun men aynan shu masalani juda sodda tilda tushuntirib beraman. Chunki bu ma'lumot nafaqat hozir pensiya olayotganlarga, balki ota-onasi, buvisi, bobosi pensiya oladigan har bir oilaga tegishli. Eng muhimi, hammaning pensiyasi bir xil oshmaydi. Ayrim holatlarda esa odam pensiyam oshishi kerak edi deb o'ylaydi. Lekin amalda oshirilmasligi yoki kutgandan kamroq oshishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men kimning pensiyasi oshishi, kimniki oshmasligi, qaysi holatlarda chalkashlik bo'lishi, pensiya jamg'armasiga qanday murojaat qilish kerakligini misollar bilan tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilish oilaviy byudjet uchun juda muhim. Avvalo pensiya indeksatsiyasi deganda nimani tushunamiz? Oddiy qilib aytganda, davlat pensiya va ayrim nafaqa miqdorlarini oshiradi. Buning sababi odatda narxlar o'sishi, aholining daromadlarini qo'llab-quvvatlash, eng kam pensiya va bazaviy hisoblash mezonlariga o'zgartirish kiritilishi bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni kecha 1 million so'm pensiya olgan odam ertaga avtomatik ravishda 1 million 200 ming so'm oladi degan gap emas. Indeksatsiya tartibi bor, hisob-kitob bor, qo'llaniladigan sana bor, qaysi toifaga taalluqli ekani bor. Oldin ham pensiyalar va nafaqalar vaqti bilan oshirib kelingan. Ko'pchilik buni juda oddiy tasavvur qiladi. Farmon chiqdi, demak hammaniki oshadi. Lekin amaliyotda masala bunday emas. Masalan, yoshga doir pensiya olayotgan odam bilan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilaning holati bir xil emas. Nogironlik pensiyasi olayotgan odamning hisob-kitobi boshqa. Ish staji yetarli bo'lmagani uchun ijtimoiy nafaqa olayotgan odamning to'lovi boshqa tartibda bo'lishi mumkin. Bundan tashqari pensiyaning asosiy qismi ustamalar, kompensatsiyalar, qo'shimcha to'lovlar alohida qaraladi. Hozir ko'pchilikni chalg'itayotgan narsa shuki, avgustda pensiya oshadi degan gapni hamma o'ziga bir xil qo'llayapti. Men ekspert sifatida doim shuni aytaman. Pensiya oshishi haqidagi xabarni eshitganingizda faqat foizga qaramang. Avvalo, qaysi turdagi to'lov oshirilayotgani, siz oladigan to'lov shu ro'yxatga kiradimi? Oshirish qaysi sanadan boshlanadi? Qayta hisoblash avtomatik bo'ladimi yoki ariza kerakmi? Shularni aniqlash kerak. Asosiy tushuncha shundan iborat. Indeksatsiya odatda amalda tayinlangan pensiyalarga nisbatan qo'llanadi. Lekin ayrim qo'shimcha pullar har doim ham bir xil oshmasligi mumkin. Masalan, odam pensiya bilan birga boshqa kompensatsiya olayotgan bo'lsa, umumiy kartasiga tushadigan summa oshgandek yoki oshmagandek ko'rinishi mumkin. Shuning uchun odamlar orasida qo'shnimniki oshdi, menikida o'zgarish yo'q degan gaplar paydo bo'ladi. Buning sababi ko'pincha pensiya turi, tayinlangan sana, qayta hisoblash davri yoki hujjatlardagi farq bo'ladi. Endi kimlar xotirjam bo'lishi mumkin, kimlar esa alohida tekshirishi kerakligini birma-bir ko'rib chiqamiz. Agar siz yoshga doir mehnat pensiyasi olayotgan bo'lsangiz, ya'ni ish staji va ish haqi asosida pensiya tayinlangan bo'lsa, odatda indeksatsiya sizga ham taalluqli bo'ladi. Masalan, bir kishi 25 yil ishlagan, pensiyasi 1 million 600 ming so'm bo'lgan. Indeksatsiya foizi belgilansa, uning pensiyasi shu tartib bo'yicha qayta hisoblanadi. Lekin bu yerda muhim nuqta bor. Oshish faqat umumiy kartaga tushadigan pul bo'yicha emas, aynan pensiya hisobining tarkibiga qarab ko'rinadi. Misol qilaman, otaxon 1 million 500 ming so'm pensiya oladi. Bundan tashqari, u ayrim qo'shimcha to'lov yoki imtiyoz bo'yicha yana 100 ming so'm olayotgan bo'lishi mumkin. Oila biz 1 million 600 mingdan hisoblaymiz deb o'ylaydi. Lekin indeksatsiya faqat pensiyaning asosiy tayinlangan qismiga qo'llansa, oshish 1 million 500 ming so'mga nisbatan hisoblanadi. Natijada odam kutgandan kamroq pul tushadi. Bu xato emas, balki hisob-kitob tartibining o'ziga xos tomoni. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi oluvchilar. Agar nogironlik pensiyasi mehnat staji va qonuniy tartibda tayinlangan bo'lsa, indeksatsiya odatda bunday pensiyalarga ham tegishli bo'ladi. Lekin nogironlik guruhining o'zgarishi tibbiy komissiya muddati, qayta ko'rikdan o'tish sanasi muhim. Masalan, fuqaro 2 guruh nogironligi bo'yicha pensiya olayotgan edi. Lekin avgust oyiga kelib uning tibbiy xulosasi muddati tugagan bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtashi yoki qayta rasmiylashtirilishi mumkin. Bunday holatda odam indeksatsiya bo'ldi, nega menga tushmadi deb o'ylaydi.
Aslida muammo indeksatsiyada emas, hujjatning amal qilish muddatida bo'lishi mumkin. Uchinchi toifa o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda ko'pincha oilalar chalkashadi. Masalan, turmush o'rtog'i vafot etgan ayol 2 nafar farzandi uchun o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Agar pensiya marhumning ish staji va daromadi asosida tayinlangan bo'lsa, indeksatsiya tartibi unga ham qo'llanishi mumkin. Ammo farzandlarning yoshi, o'qishi, kunduzgi ta'limda o'qiyotgani, ma'lumotnoma topshirilmagani juda muhim. O'rinbeki yoshdan oshgan farzand kunduzgi ta'limda o'qiyotganini vaqtida tasdiqlamasa, to'lov kamayishi yoki to'xtashi mumkin. Shunda o'ylab buni avgustdagi oshirish menga berilmadi deb noto'g'ri talqin qiladi. Endi kimlar albatta tekshirish kerak? Birinchi navbatda yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Masalan, siz iyul oyida pensiya rasmiylashtirdingiz. Avgustda indeksatsiya bo'ldi. Bu holatda pensiyangiz tayinlangan sana birinchi to'lov qaysi oy uchun hisoblangani, qayta hisoblash tizimida qachon aks etgani muhim bo'ladi. Ayrim paytda odam birinchi oyda eski hisob-kitob bo'yicha pul oladi. Keyingi oyda farq qo'shib beriladi. Ayrim holatda esa pensiya tayinlash jarayoni tugamagani sababli indeksatsiya avtomatik ko'rinmay turadi. Buni vahima qilmasdan, lekin albatta tekshirish kerak. Ikkinchi, minimal pensiya yoki eng kam miqdordagi to'lov olayotganlar. Masalan, ish staji kam bo'lgan fuqaroning pensiyasi juda past chiqadi. Lekin qonunda belgilangan eng kam miqdordan kam bo'lmasligi uchun unga ma'lum darajaga yetkazib beriladi. Agar eng kam pensiya miqdori oshsa, bunday odamlarda o'sish sezilarli bo'lishi mumkin. Lekin agar fuqaroning pensiya oldindan boshqa ustama hisobiga minimal darajadan yuqoriroq bo'lib turgan bo'lsa, o'sish kutilgan darajada bo'lmasligi mumkin. Uchinchi, ishlayotgan pensionerlar. Bu masala doim savol tug'diradi. Odam pensiyaga chiqqanidan keyin ham ishlashi mumkin. Ishlayotgan pensionerning pensiyasi ham indeksatsiya qilinadimi degan savol ko'p beriladi. Umumiy qoida bo'yicha pensiya tayinlangan bo'lsa, indeksatsiya tartibi pensiya oluvchining ishlashi yoki ishlamasligidan qat'iy nazar qo'llanishi mumkin. Lekin ishlayotgan pensioner keyinchalik qo'shimcha ish staji yoki ish haqqi asosida pensiyani qayta hisoblatmoqchi bo'lsa, bu alohida tartib. Indeksatsiya bilan qayta hisoblashni aralashtirmaslik kerak. Indeksatsiya davlat tomonidan umumiy oshirish, qayta hisoblash esa sizning shaxsiy hujjatlaringiz, ish stajingiz yoki daromadingiz asosidagi o'zgarishdir. Masalan, bir ayol 2022 yilda pensiyaga chiqdi. Keyin yana 2 yil ishladi. Avgustdagi indeksatsiya uning amaldagi pensiyasiga qo'llanishi mumkin. Lekin u, men yana 2 yil ishladim. Demak, avgustda pensiyam ko'proq oshishi kerak desa, bu boshqa masala. Bu 2 yilni pensiyaga qo'shish uchun alohida murojaat, ish staji tasdig'i, kerakli ma'lumotlar talab qilinishi mumkin. Shuning uchun odam o'z huquqini bilishi kerak. Umumiy oshirish boshqa, individual qayta hisoblash boshqa. Endi raqamli misollarni ko'raylik. Aytaylik, fuqaro 20.200.000 so'm pensiya olardi. Indeksatsiya natijasida uning asosiy pensiyasi ma'lum foizga oshirilsa, yangi miqdor 1.300.000 yoki 1.350.000 atrofida bo'lishi mumkin. Bu aniq foiz va hisob bazasiga bog'liq. Boshqa fuqaro esa 2.800.000 so'm pensiya oladi. Foiz bir xil bo'lsa ham puldagi o'sish unda kattaroq ko'rinadi. Shuning uchun odamlar nega qo'shnimga 2.5 qo'shildi, menga 1.20 qo'shildi deb so'raydi. Javob oddiy. Pensiyaning boshlang'ich miqdori har xil. Yana bir misol. Bir oilada bobo 1.900.000 so'm pensiya oladi. Bu esa 9.000 so'm ijtimoiy nafaqa oladi. Avgustdagi oshirish mehnat pensiyalariga va ayrim nafaqalarga turlicha ta'sir qilishi mumkin. Bobo pensiyasida bir xil o'sish ko'rinadi, buyinikida boshqa miqdor bo'lishi mumkin. Bir xonadonda yashaymiz, nega o'sish bir xil emas? Degan savol noto'g'ri qo'yilgan bo'ladi. Chunki to'lov turi har xil. Endi eng muhim savolga kelamiz. Kimning pensiyasi oshirilmasligi mumkin? Birinchi holat, pensiya hali rasmiy tayinlanmagan bo'lsa, ba'zi odamlar hujjat topshirgan. Lekin pensiya tayinlash bo'yicha yakuniy qaror chiqmagan bo'ladi. Ular o'zlarini allaqachon pensioner deb hisoblaydi. Lekin tizimda pensiya hali amalda tayinlanmagan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda avgustdagi indeksatsiya darhol ko'rinmasligi tabiiy. Avval pensiya tayinlanadi, keyin amaldagi qonun va sanalarga qarab hisob-kitob qilinadi. Ikkinchi holat, pensiya to'xtatilgan bo'lsa, masalan, fuqaro chet elga chiqib ketgan va belgilangan tartibda ma'lumot taqdim etmagan yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha o'qish ma'lumotnomasi topshirilmagan
yoki nogironlik bo'yicha qayta ko'rik muddati o'tib ketgan. Pensiya to'lovining o'zi to'xtab turgan bo'lsa, odam indeksatsiyani kartasida ko'rmaydi. Avval to'lov tiklash masalasi hal qilinadi. To'lov tiklangandan keyin qaysi davr uchun qayta hisoblanishi alohida ko'rib chiqiladi. Uchinchi holat, pensiya o'rniga boshqa turdagi nafaqa olayotganlar. Odamlar ko'pincha pensiya so'zini barcha to'lovlarga nisbatan ishlatadi. Lekin huquqiy jihatdan yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, moddiy yordam, kompensatsiya bularning hammasi bir xil narsa emas. Avgustdagi oshirish qaysi to'lovlarga tegishli ekani rasmiy hujjatda ko'rsatiladi. Agar siz olayotgan pul aynan o'sha to'yfaga kirmasa, oshmasligi yoki boshqa tartibda oshishi mumkin. 4-holat. Ortiqcha to'langan summa ushlab qolinayotgan bo'lsa, bu juda nozik masala. Masalan, oldingi oylar davomida fuqaroga xatolik bilan ortiqcha pensiya to'langan bo'lishi mumkin. Keyin pensiya jamg'armasi bu summani aniqlab, kelgusi to'lovlardan ushlab qoladi. Avgustda pensiya oshgan bo'lsa ham, kartaga tushadigan pul o'sha ushlab qolish sababli oshmagandek ko'rinadi. Odam menga indeksatsiya berilmadi deb o'ylaydi. Aslida hisob varag'ida pensiya oshgan. Lekin qarzdorlik yoki ortiqcha to'lov ushlab qolinyapti. 5-holat bank kartasi, plastik karta, hisob raqam yoki identifikatsiya ma'lumotlarida muammo bo'lsa, ba'zan pensiya hisoblangan bo'ladi, lekin pul tushishi kechikadi. Buning sababi karta muddati tugashi, bankdagi texnik muammo, shaxsiy ma'lumotlar mos kelmasligi, pasport yangilangandan keyin ma'lumotlar yangilanmaganligi bo'lishi mumkin. Bu indeksatsiya yo'q degani emas. Bunday holatda pensiya jamg'armasi va bank orqali alohida tekshirish kerak. Yana bir noaniq nuqta avgust oyida oshirish qaysi kundan qo'llanishi. Agar hujjatda 1 avgustdan deb belgilansa, odatda avgust oyining o'zidan hisob qilinadi. Lekin pul tushish sanasi hududga, bank amaliyotiga, to'lov jadvaliga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, kimdir 5 avgust oladi, kimdir 20 avgust oladi. Kimdir eski jadval bo'yicha avvalgi summa tushganini ko'rib xavotir oladi. Keyin farq keyingi to'lovda qo'shiladi. Shu sababli birinchi kuniyoq xulosa chiqarmaslik kerak. Lekin to'lov oyining oxirigacha ham o'zgarmasa, albatta tekshirish lozim. Pitfall, ya'ni yashirin xatolardan yana biri. Odamning ish staji to'liq kiritilmagan bo'lishi. Masalan, fuqaro o'tgan yil ishlagan, lekin arxiv ma'lumotlarining bir qismi topilmagan. Pensiya 24 yil staj bilan tayinlangan. Indeksatsiya shu amaldagi pensiyaga qo'llanadi. Keyinchalik odam bo'lgan 6 yilni tasdiqlasa, pensiyasi alohida qayta hisoblanishi mumkin. Lekin avgustdagi indeksatsiya avtomatik ravishda yo'qolgan stajni topib bermaydi. Men doim aytaman, pensiya oshishni kutish bilan birga. O'z pensiya hujjatlaringizni ham tekshiring. Ko'p hollarda asosiy farq indeksatsiyadan emas, noto'liq staj yoki noto'g'ri ish haqi ma'lumotdan chiqadi. Yana bir misol. Bir erkak sobiq zavodda 15 yil ishlagan. Keyin boshqa tashkilotda 10 yil ishlagan. Pensiya tayinlanganda birinchi tashkilot bo'yicha arxiv ma'lumoti kechikkan. Natijada pensiya pastroq tayinlangan. Avgustda indeksatsiya bo'ldi. Lekin u baribir o'zini adolatsizlik bo'lgandek his qiladi. Chunki qo'shilgan summa kichik. Bu yerda masala indeksatsiyada emas. Avval pensiyaning bazaviy hisobini to'g'rilash kerak. Agar asosiy pensiya noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan ma'lumot bilan tayinlangan bo'lsa, har qanday foizli oshirish ham kutilgan natijani bermaydi. Ayollar uchun ham alohida nuansa bor. Bolani parvarish qilish davrlari, dekret davri, ayrim parvarish davrlari stajga qanday kiritilgani tekshirilishi kerak. Ba'zan ayol men butun umr ishlaganman deydi, lekin hujjatda uzilishlar bor. Pensiya tayinlashda aynan tasdiqlangan davrlar hisobga olinadi. Shuning uchun avgustdagi oshirishdan keyin ham pensiya juda past bo'lib qolsa, davlat oshirmadi deb emas, avval hisob asosini ko'rish kerak. Chet elda ishlagan yoki boshqa davlatdan ko'chib kelgan fuqarolarda ham savollar ko'p bo'ladi. Bunday holatlarda pensiya huquqi, stajni tan olish, ikki tomonlama kelishuvlar, doimiy yashash joyi, ro'yxatdan o'tish kabi masalalar ahamiyatli. Agar pensiya O'zbekistonda tayinlangan bo'lsa, unda mahalliy tartib qo'llanadi. Agar boshqa davlatdan to'lov olayotgan bo'lsa, avgustdagi mahalliy indeksatsiya unga avtomatik ta'sir qilmasligi mumkin. Bu juda muhim, chunki ayrimlar boshqa davlat pensiyasini ham shu oshirishga kiritib yuboradi. Endi nima qilish kerak? Birinchi qadam, kartaga tushgan pulga qarabgina xulosa chiqarmang. Pensiyangizning aniq miqdorini bilish uchun pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling
yoki mavjud elektron xizmatlar orqali shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring. Siz avgust oyidan keyin mening pensiyam qaysi summa bo'yicha qayta hisoblangan deb aniq savol bering. Nega oshmadi degan umumiy savol o'rniga pensiyamning asosiy miqdori qancha, ustamalar qancha, ushlab qolish bormi? Qayta hisoblash sanasi qaysi deb so'rang. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tayyorlab qo'ying. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlangani haqidagi ma'lumot, bank kartasi rekvizitlari, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, boquvchisini yo'qotganlik, pensiyasi bo'lsa, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi va o'qish ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Hujjat qancha tartibli bo'lsa, masala shuncha tez hal bo'ladi. Uchinchi qadam, yozma murojaat qiling. Og'zaki so'rash foydali, lekin yozma murojaat ko'proq natija beradi. Murojaatda shunday mazmunda yozish mumkin. Menga tayinlangan pensiya miqdorini avgust oyidagi indeksatsiya hisobga olingan holda tekshirib berishingizni, pensiyaning asosiy qismi qo'shimcha to'lovlar, ushlab qolishlar va qayta hisoblash sanasi bo'yicha yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. Mana shu jumla juda muhim. Chunki siz umumiy norozilik bildirmayapsiz, aniq hisob kitob so'rayapsiz. 4-qadam. Agar pensiyangiz oshmagan bo'lsa, sababini hujjat bilan biling. Tizim shunday chiqardi degan javob yetarli emas. Sizga qaysi norma, qaysi hujjat, qaysi hisob kitob asosida shunday bo'lgani tushuntirilishi kerak. Agar sabab tibbiy ko'rik muddati o'tganda bo'lsa, tibbiy komissiya masalasini hal qilasiz. Agar sabab o'qish ma'lumotnomasi bo'lsa, ta'lim muassasasidan ma'lumotnoma olib topshirasiz. Agar sabab ortiqcha to'lov ushlab qolinishida bo'lsa, qancha summa, qaysi davr uchun, qancha muddat ushlab qolinishi bo'yicha ma'lumot olasiz. 5-qadam, pensiya hisobingizni bir marta to'liq tekshirtiring. Ayniqsa pensiyasi past chiqayotganlar uchun bu juda muhim. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam har safar indeksatsiyani kutadi, lekin asl muammo 20 yil oldingi ish staji hujjatida bo'ladi. Arxidan bitta ma'lumotnoma topilsa, pensiya sezilarli oshishi mumkin. Ba'zan ish haqi ma'lumoti noto'g'ri davr bo'yicha olingan bo'ladi. Ba'zan ish joyi nomi o'zgargan, lekin hujjatda bog'liqlik tasdiqlanmagan bo'ladi. Bularning hammasi pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. 6-qadam, to'lov sanalarini kuzating. Agar avgustdagi oshirish e'lon qilingan bo'lsa, lekin sizning hududingizda to'lov hali amalga oshmagan bo'lsa, darhol xulosa qilmang. Lekin belgilangan to'lov sanasi o'tib ketgan. Boshqa pensionerlarga oshirilgan summa tushgan, sizda esa umuman o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, shu kuni tekshiruv boshlang. Vaqtni cho'zish kerak emas. Har bir oy oilaviy xarajatlarda muhim dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat, qarzlar bor. 7-qadam, qarindoshlaringizning pensiyasini ham tekshiring. Ko'p keksa odamlar telefon orqali ma'lumot olishni, ilova ishlatishni, murojaat yozishni bilmasligi mumkin. Ular kartaga qancha tushsa, shuni oladi va indamay yuradi. Farzandlar esa hammasi joyida bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Men tavsiya qilaman, ota-onangizdan yoki bu bobongizdan oxirgi 3 oylik pensiya tushumlarini so'rang. Miqdorlar o'zgarganmi, kamayganmi? Ushlab qolish bormi? Tushum sanalari qanday? Shularni solishtiring. Ba'zan muammo juda oddiy bo'ladi, lekin vaqtida aniqlanmasa, odam oylar davomida kamroq pul olib yuradi. 8-qadam, rasmiy manbalarga tayaning. Internetda hammaning pensiyasi falon so'mga oshadi yoki falon toifadagilarga umuman berilmaydi degan xabarlar ko'p bo'ladi. Bunday gaplarni eshitganda darhol ishonmang. Rasmiy farmon, qaror, pensiya jamg'armasi tushuntirishlari, davlat xizmatlari portali ma'lumotlari asosiy manba bo'lishi kerak. Men ham sizga tushuntirayotganda aynan tartib va amaliy holatlarni ajratib ko'rsatishga harakat qilyapman. Chunki bitta noto'g'ri xabar minglab odamni chalg'itishi mumkin. Demak, avgustdagi pensiya indeksatsiyasi muhim, lekin hamma uchun bir xil natija bermaydi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, qo'shimcha to'lovlar va kompensatsiyalar alohida qaraladi. Pensiya oshmasligi yoki kartada oshgandek ko'rinmasligi sabablari turlicha bo'lishi mumkin. Pensiya hali tayinlanmagan, to'lov to'xtatilgan, hujjat muddati o'tgan, ushlab qolish bor, karta yoki ma'lumotlarda muammo bor, yoki siz olayotgan to'lov indeksatsiya ro'yxatiga kirmagan bo'lishi mumkin. Mening eng asosiy maslahatim taxmin bilan yurmasdan aniq hisob kitobni so'rang. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling, hujjatlaringizni tekshiring. Asosiy pensiya miqdori, ustamalar, ushlab qolishlar va qayta hisoblash sanasini yozma ravishda aniqlang.
shunda siz o'shdimi yoki o'shmadimi degan savolga eshitgan gaplar bilan emas, hujjat va raqam bilan javob olasiz. Sizning pensiyangiz avgustda o'shdimi yoki o'zgarish bo'lmadimi? Qaysi hududdansiz va qancha farq bo'ldi? Izohlarni yozib qoldiring. Boshqalar ham real holatlarni ko'rib xulosa qiladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men pensiya, nafaqa, imtiyoz va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirib boraman.